Gulnaz opa, sizga Savolim bor. 3 ta farzandim bor. Homiladorlikdan saqlanish uchun doim bachadon ichi spiralidan foydalanganman. So'nggi jinsiy yaqinlikdan keyin turmush o'rtog'im o'sha vosita unga xalaqit berayotganligi haqida aytdi. Ilgari bunday holatlar kuzatilmagan. Spiral joyidan qo'zg'algan bo'lishi mumkin. Yaxshi savol. Albatta, bachadon ichi vositasi, ya'ni spiral deymiz, o'z o'rnidan qo'zg'alib qolishi mumkin. Qanaqa holatlarda qo'zg'alib qolishi mumkin? Birinchisi, o'sha spiralni qo'yayotgan vrach tomonidan spiralni kalta qirqib qo'yilishi hisobiga joydan siljib qolishi mumkin. Ikkinchi sabab fizik yuklamalarni oshish hisobiga joydan siljib qolishi mumkin. Uchinchi sababimiz bo'ladigan bo'lsa, noto'g'ri jinsiy aloqa hisobiga ham spiral o'z o'rnidan siljib qolishi mumkin. Bunaqa holatlarda albatta har 6 oyda o'zi tekshiruvga kelishlari va tekshiruvdan o'tib turishlari kerak. Siljib qolgan qolmaganlik haqida faqat o'zi tekshiruv orqali xulosa qilishimiz mumkin. Shu uchun albatta siz o'zingizni hurmat qilgan holatda har 6 oyda ginekolog maslahatiga borishingiz shart. Agar sizda ham shunaqa muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, albatta kommentariyada izohlaringizni qoldiring, biz sizga bu mavzu haqida maslahat beramiz.